Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ko'pkari muxlislari va polvonlar, notbozlar. Ertaga 18-dekabr kuni Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Makrit MFI Qurama qishlog'ida bo'ladigan ko'pkarimizning zotlari. Ko'pkarimizga tashlanadigan bosh sovrinimiz mana Tiko avtomobili 1 kalitdan oladi. Ko'pkarimizga tashlanadigan zotlar. Buni 7 ta toyi bor. 7 toyi ham bo'lingan holatda turibdi. Bitta tuyasi bor. Mana ikkinchi toyi, bitta tuyasi. Yana ko'rsatib o'tiramiz. Bo'lingan holatda ekan. Mana tek 1 2 3 4 5 ta 7 ta toy, bitta tuya. Yerda 5 ta qolgan zoti. Bu yoqda videoni boshida 2 ta to'y, bitta tuya. Aziz mehmonlar, erta shu bir lera ko'pkarimiz bor. Aziz palvonlar, otbozlar, kelingizlar. Biz qo'ldan kelgancha haq beramiz. Ko'pkarimiz yaxshi bo'ladi. Ko'pkarimiz bilakjikka bo'ladimi? Nimaga bo'ladi? Bilakjikka o'yini bo'yicha. 100% bilakjik, ha? Ko'pkarimiz 100% bilakjikka bo'lar ekan, polvonlar. Kelaverasizlar. Ertalab nahor oshiga kelingizlar. Ertalab nahorga kelingizlar. Xudo Zotlar 7 ta to'y, bitta tuya, bitta tekka avtomobili bor. Ustiga $100, $200 zot qo'yib aytilaveradi. Xudo xolasa. Kelaverasizlar nasib qilsa, Xudo xolasa. Lokatsiyasini gruppalarga tashlaymiz.